qeyri. Sanim bo'ldi. Bu ustaxonni yana sho'rib qig'ilib bo'ladi emasmi? To'g'ri. Sho'rpini qayntib bo'lgandan keyin yerimini bugun birayli, qolgan yerimini ati birayli, ha? Ey qurban, bu nima ish? Qandaqsiga sening uying uyrilib ketdi, ha? Ha, bu sizmi, Bayg'ujam? Meni to'la bay dema. Xudo guvohki, men eng namrat odam. Amasa sizni namrat boy desak bo'g'idakchimi? Nemishqa uyingizni burunroq yasamaysiz? Men o'tgan yili sizga askarkan edim-ku. Biroq menga pul qarz berib turmagan tursingiz. Hozircha pulning gapini qo'yib turing. Men sizdan so'rab baqay. Mening qo'yirimchi qandaq bo'ldi? Nayt yaxshi. Mening jilqilarimchi qandaq turibdi? Ular nayt yaxshi. Tugullarimchi ularmi intayin yaxshi. Qadri Xudo, rahmat. Baynamrat janoblari, menga uy silishga ozroq pul qarz berib turgan bo'lsa bo'pti-kan. Qarang. Pulam deysiz. Men boshqalarning qarz so'rashini yoqtirmayman. Biroq Bayg'ujam havo bak sovib ketdi. Siz eng yaxshisi qarzini oz so'rab, ko'proq duo qiling. Allohdan madad tilang. Böre bakın! Kuzula! Kuzula! Çatak oldu. Kuzula! Sen nimish kaltak bilan urmaysan, ha? Sen bir obdan terini tushqib qo'yding-ku. Men sizning hayotlaringizni qutqizib qoldim, Bayg'ujam. Undaq emas. Xudoyim qutqizib oldi. Mushunda qilsam, menga pul qarz berib turamikin deb ham xiyol qilma, ha? Sen qarab turib, sap-musaq bu terini teshiyotganliging uchun sening bir oylik ish haqingni tutib qolaman. Bu bö'rni men atqan tursam, qandaqsiga silning bo'p qoladi. Bö'rini, qo'g'lig'ini men, tishliginimi men. Bö'ri menga amroq. Demak, bö'ri albatta mening bo'lish kerak. U degan mening. Shunga bö'rining terisimi mening. On tillağı şaşasayman. Kelinglar. 10 tillağı chechanlarni hesab qo'yman. Tez kelinglar. 10 tilla. Qancha pulga chechimni hesab qo'ysiz? 10 tilla. Qancha? 10 tilla deyapman. Xudoyim, nim degan qimmat? 1 tilla. Yo'q, 1 tilla. Bo'lmaydi. Ondaqda 2 tilla. Bo'lmaydi. Buningdan ko'p bermayman. Mushunaq bo'lsin. Bo'lmaydi. 1 tilla bo'lsin-mu? Qimmatgan. Mundaq bo'lsin. Men chechangizni hesab qo'yay. 1 tillami olmayman.
Bu rostmi? Rost. Agar yolg'on so'zlagan bo'lsam, Alloh guvoh bo'lsin. Yaxshi bo'ldi, yaxshi. Hey, bu ne qilgan emas? Buni sal turib sotasiz. Shoshdim sotqili bo'lamdi. Albatta. Agar siz olmasangiz, buni o'zim olay. Yo'q. Olaman. Buni o'zim olaman. Buni-chi oldiramsiz? Oldiraman. Bu yerni-chi oldiramsiz? Oldiraman. Yaxshi. Bu yerni-chi? Oldiraman. Hammamizni olaymi? Shundoq, eling. Bu yerni olaymi? Eling. Oldim. Eling. Bu yerni olib bo'ldim. Eling. Qandaq? Bo'ptimi? Saqlangizni ep qo'yaymi? Shundoq, ep qo'ying. Yaxshi. Keling bu yoqqa. Elvatdim. Qishingizni ep qo'yaymi? Qishingizni elvataymi? Yaxshiroq o'ylashib beqing. Qishingizni ep qo'yamdim qandaq? Yo'q. Ep qo'yay. Yo'q, Elvatdim. Men endi teshig'i qandoq chiqaman? Endi qandoq qilaman? Bay janoblari, siz chechingizni yasat qila kelib, nemishqa tushirib etdingiz? Beshingiz paqirab ketibdi. Endi kechda chiroq yondirmasangizmi bo'ladi? Hey, bu nima? Chach degan pul. Chach degan pul. Siz to'lama qiziqchikansiz. Nimaga kulyapsiz? Qo'yingmi pul tursa, ajiba mening chechim qo'yingchilikmi bo'lamamda. Men sizga desam, siz pulni to'la o'ylab sarang olib qoldigan o'xshaysiz. Siz ammamsiz? Ammasangiz mayli. Undaqda do'ppi olsam, eng arzini qancha pulga berasiz? 50 tillaga. 50 tillaga? Bu nima degan qimmat, ha? Yaxshi qimmat bo'ladi. Bo'lmasa, raqtin setib tiktiring. Mana 20 tilla, mashina setibdim. Ha? Hey, 20 tilla? 20 tillada bir do'ppi aram pitamda. 2 do'ppi nima ish qilib bitmaydi? Bu bir pat kichik raqda bir do'ppi bitgan cho'ng ish. Amal qilib baqqan bo'lsangiz. Yo'q, bo'lmaydi. Mening amalim bor. Sen bo'ladi. Amisa sizda beqing. Qancha do'p chiqara olasiz? Sizda beqingchi? 3. 3. Yaxshi. 3 olsun. 5. 6. 7. 10 do'p chiqsin. Yaxshi, amisa 10 bo'lsin. Agar 10 chiqaramsangiz-chi? Agar chiqaramsam, raqtingizni qaydirib beraman. Buni o'zingiz dedingiz, a? Yana 10 tilla to'landirsiz. Bo'ladi, chataq yo'q. Xudo guvoh bo'lsin, yenilishga bo'lmaydi. Yeni olmayman. Agar dinimni qilsam, Qurbonjonga o'silishga qarz berib tursiz, o'smini olmaysiz. Yaxshi, gapimiz gap. Men qaytib keldim. Ket. Kim o? Xomper, acaba sen menimi tanıyamaz mı qaldingmi? Voy Xudoyim, sen nimishqa bundaq bo'lib qolding? Hatto seni bizning bu ishni tuniyamaydigan bo'lib qapti emasmi? Voy, qarg'inasining qilgan ishingni. Bu ish bilan suqishib qolsang, nimishqa ishning tukuni shulib olsa, kim bu ish pulga yaraydi emasmi? Nimishqa undaq bo'lsin? Bu degan mening chechim. To'g'ri aytib qo'y. Yunga aralashtirib setaversak bo'ladi emasmi? Oy, ajabmi set bo'lib ketibsa, jiqroq surkigin.
Bo'ldilar. Siya azroq ishib qolsin. Bayğucam. Efendim, keldirdimi? Ha, doppini tikib qo'ygandim. Onnimi? Shundoq. Qo'llarini asla. Mana. Mana. Nima degan kichik? Siz menga buyurtganda 10 tal bo'lsin deb cho'ng kichikligini demagandingiz. Asta. Bayğucam, endi gapimiz kelayli. Siz gapingiz turib, Qurban boboyga pul berib tursiz. U uy silishga ishiltidi. Lekin bir gap, o'simini hargiz elishga bo'lmaydi. Abla. Voy xudoyim, bizda nada bunda ko'p pul bo'lsin. Biz degan namrat tursak. Bo'ladi. Men berib turay. Yaxshi oldu. Chiroyli bo'ldi. Nima degan chiroyli. Bek chiroyli bo'pti. Yangi uy bitibdi. Ha, endi o mendan olgan 1000 tillarni qaytarib berasiz, ha? Qaytarib beramdim. Hozir nima? Qaytarib berang. Hozir? Qaytarib berang. Bu yangi uy. Bu yangi uyning ikkinchi qavatini qarzga tutib qolamiz. Bunda tutib qolsa bo'lmaydi. Bundoq cho'ng o'yini pul so'sa, xil pulga yaraydi. 300 taga yaraydi. Shundoq. Mı qilgan bormi? Bayğucam, nadimi qarzni bu yoqdan beriblar, u yoqdan suylaydigan ish bor. Men qarz berganda qachon qaytarib olganimni demagandim. Pulni hozir qaytarib olaman. To'g'ri, pulni hozirla qaytarib olamiz. Bundaq deb turib olsangiz, ikkinchi qavatni qarz tutib bermakdan boshqa amal yo'q. To'g'ri. Yo'q, bunda deb bo'lmaydi. Qarz bo'lmaydi. Efendim degan o ahmaq bu o'yini bizga hisoblab berganda bu faqat oz degandimi? Oz degandimi 1000 tillarga yaraydi. Shundoq. 1000 tillar. Hey, saran bo'ldinglarmi? Nimishqa o'yini chaqsizlar, ha? Bayğucam, ikkinchi qavat sizning, birinchi qavat bizning. Biz chaqsaq o'zimizning uyini chaqdik. Qarallar nima? Chaqayli. Oyjon, endi qanday qilamiz? Oyay. Chaqmanglar. Chaqmanglar. Tinib qolay. Chaqmanglar. Beraylik. Chaqmanglar sizlardan tinib qolay. Beraylik, chaqmanglar. Bayğucam, biz asl qavatni chaqyapmiz. Chaqmanglar. Pul beraylik. Chaqmanglar. Pul beraylik. Biz asl qavatni chaqyapmiz. Qarallar bo'lmasin. Men asl qavatini pulga sotib olay. Pul beraylik. Pul beraylik. Kuzollar. Efendim sizlardan ötünüp qalaylik. Bo'ldi chaqmanglar. Hammasi o'ysilik qoldi. Ben sotib olay.
Ben hemen setip olay. Voy Bizga hocam. pul berish. İkinci qavatda sizga talab bo'ldi. Biz birinchi qavatda agar o'rni bizni besib olsa sizga bo'ladimi? Efendim, sizden ödünüp kalay. Çakmakla. Çakmakla. Ben pul berey. Ben pul berey. Unda kılmakla. Ben hemen setip olay. Ben setip olay. Hemen setip olay. Ben setip olay. Bana hemen setip olay. Bana pul berey. Voy hocam. Sizga uy kerak emasmidi? Ha, sizga badoq. Biz matomni olib ketaylik, ha? Beni qutuldiringlar. Bizni qutuldiringlar. Tomni olib ketaylik. Uy sizga qoldi emasmi? Ben pul berey. Pul berey. Tomni olib ketaylik. Unda qilmanglar. Unda qilmanglar. Unda bo'lsa sizga qoldi. Allohga omonat. Biz ketdik-mi, ha? Qurbanaxon, endi bu pullar bilan sizga uy sepib beraylik. Shunda qilaylik. Yur ola. Voycan.